70 mingta musulmon jannatga shunday kirib ketar ekan, qolgan musulmonlar hisob-kitob qilinamiz. Nimalar so'raladi bizdan? Ba'zi insonlar qiyomat kunida, baxtli insonlar tarozining oldiga kelmaydi. Amallari hisob-kitob qilinmaydi, shundaylicha jannatga kirib ketishadi. Rasululloh aytgandilar, meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga hisob-kitob qilinmasdan kirib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyomat kunida bu dunyoda qilingan har bitta katta kichik, yaxshi, yomon amal tarozida tortib o'lchanadi. Garchi siz bilan bizning aqlimiz u tarozini qanaqa bo'lishligini idrok qila olmasa ham, tasavvur qila olmasak ham, bu narsa haq ekanligiga iymon keltiramiz. U g'ayb olami Alloh o'zi biladi qanaqa qilib tortib qo'yishini. So'folloyor bobomiz, birodarlar, aytadiki, bilur Tangri agarchi holimizni taroziga solur a'molimizni, qilur ogoh qulun qilmishlariga, yetishmas aql egamning ishlariga. Ya'ni bandalarni ahvoli, qilgan amallari qanaqa ekanligi Allohga ma'lum. Bu noma'lum amallarni qo'liga berish, taroziga qo'yishlik bandalarni o'zlariga kimligini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Wal waznu yawma idinil haqq." O'sha kuni vazn haqdir. Ya'ni amallarda tortishlik haqdir. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Kimning tarozida, mezonda amallari og'ir kelsa, o'shalar najot topguvchidir. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kimning mezoni, amallari yengil kelsa, ana o'shalar oyatlarimizga zulm, inkor qilganlari sababli o'zlariga ziyon qilgandirlar. Demak, hech kimga zulm qilinmaydi, amallar tarozida tortiladi. Ba'zi insonlar qiyomat kunida, baxtli insonlar tarozining oldiga kelmaydi. Amallari hisob-kitob qilinmaydi, shundaylicha jannatga kirib ketishadi. Ukashat ibn Muhsin roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisini eshitib, duo qiling ya Rasululloh, men shulardan bo'lay dedi. Rasululloh aytgandilar, meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga hisob-kitob qilinmasdan kirib ketadi. Sahoba turib aytdi, boyagi sahoba, men shulardan bo'lay dedi, siz shulardansiz dedi. Rasululloh aytadilar, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighayri hisab. Meni ummatimdan 70 mingta odam hisob-kitob qilinmasdan jannatga kirib ketadi. Ular kimlar? Ularning sifatlari qanaqa? Humul ladina la yastarqun va la yatatayyarun va ala robbihim yatawakkalun. Ular afsun qilishni so'ramaydiganlar, shumlanmaydiganlar va Robbilariga tavakkal qiladiganlar. Ba'zilari esa odamlarni birma-bir qattiq hisob-kitob qilinadi. Omonat qilib berilgan narsalarni nimalarga sarflagani haqida so'ramagunicha joyidan qimirlamaydi. La tazulu qadama abdin hatta yus'alu an umrihi fima afnahu. Deyarlik aksar mu'minlar mana shu savolga tutiladi. Birodarlar, tarozi, hisob-kitob, savol-so'roq mu'minlarga bo'ladi. Kofirlarga tarozi ham bo'lmaydi, savol-so'roq ham bo'lmaydi, do'zaxga shunga haydaladi. Demak, 70 mingta musulmon jannatga shunday kirib ketar ekan, qolgan musulmonlar hisob-kitob qilinamiz. Nimalar so'raladi bizdan? Qiyomat kunida deyaptilar Rasululloh, bandaning qadamlari, oyoqlari o'rnidan jilmaydi. To umrini nimaga sarfladi? Shunga javob bermagunicha. Ilmiga qanchalar amal qildi? Shuni savoliga javob bermagunicha. Molni qayerdan topdi? Qayerga sarfladi? Shuni javobini bermagunicha. Va jasadini nimani yo'lida xoritgani savoliga javob bermagunicha. Agar mana shu hisob-kitob qattiq bo'ladigan bo'lsa, bu qattiq hisob-kitobga qolgan odam aniq azobga qoladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Laysa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak." Qiyomat kunida kim hisob-kitob qilinsa, rostmona hisob-kitob qilinsa, qattiq hisob-kitob qilinsa, halok bo'lishi shubhasiz. Unda boyagi 70 mingta shunday kirib ketar ekan, qolganlar qattiq hisob-kitob qilinar ekan, unda hamma do'zaxga tushib ketadi-yu. Shunda sahobalardan biri aytdiki, "Ya Rasululloh,
Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Kimning kitobi o'ng qo'lidan berilsa, tezda osongina hisob-kitob qilinadi degan oyat bor-u, dedi. Kitobini o'ng qo'ldan olganlarga oson hisob-kitob bo'ladi deyilgan-u deganida payg'ambarimiz aytdilar, u narsa o'sha kitobini o'ng qo'lidan olgan odamni taroziga olib kelinishi, hisob-kitob qilinishi, u narsa ko'rsatishdir xolos. Ko'rib qo'y o'zing. Qattiq hisob-kitob qilinmaydi. Qiyomat kunida hisob-kitob muhokama qilingan biror kimsa albatta azoblanmasdan qolmaydi. U nima ekan? Ko'rib qo'y amalingda yengil ko'rsatilar ekan, kir jannatga deylar ekan. Alloh shulardan qilsin. Mana endi tarozda tortiladigan narsa. Biz tarozda tortadigan narsa deganda mana shu aqlimiz, dunyo qarashimiz, tushunchamizdan kelib chiqib turib, vazni bor narsani tushunamiz. Jismi, shakli, vazni bor narsani, kartoshkani, piyozni, tillani, g'ishni yoki toshni. Endi qiyomat kunida u tortiladigan narsa jism bo'ladimi? Ulamolarimiz bu haqida nima deyishgan? Bu qarashlar haqida doktor Ahmad Faridni Bahrul Roy kitobida shunday ma'lumot kelgan. Tarozida qiyomat kunida tortib o'lchanadigan narsalar haqida 4 xil qavl bor. 4 xil so'z bor. Birinchisi, bajarilgan amallar tortib o'lchanadi. Ya'ni bandalarning aytgan so'zlari va qilgan ishlari mujassam holatda, jism holatida taroziga qo'yiladi deyiladi. Amallarimiz jism bo'lib taroziga qo'yiladi so'zlarimiz. Chunki Qur'onda Alloh taolo "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Kim zarra vaznichalik, zarra og'irligichalik yaxshi amal qilsa, uni ko'radi tarozida, va zarra vaznicha yomonlik qilsa, uni ham ko'radi tarozida. Hadis sharifda aytilgan kalimani tarozida og'ir kelish haqida ham kalimatani hafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan va habibatani lirrahman. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Mana so'z taroziga qo'yiladi deyaptilar Rasululloh. Abu Hurayradan bu hadis. Ikkita kalima bor. Tilga yengil, tarozida og'ir, Rahmonga sevimli. Subhanallohi va bihamdi subhanallohil azim. Demak, kalima taroziga qo'yiladi deyapti. Ikkinchi qavl. Amallar yozilgan sahifalar tortib o'lchanadi. Ya'ni bandalarning qilgan ishlari hammasi qog'ozlarga yozilgan bo'ladi va mana shu yozilgan xatlar, qog'ozlar, varaqlar taroziga qo'yiladi. Bunga payg'ambarimizning hadislarida ishora bor. Innalloha sayuxallisu rijalan min ummati ala ru'usil xalaiq yawmal qiyamah fayanshuru alayhi 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Alloh ummatimdan bir kishining xaloyiqning ko'z o'ngida xalos qiladi. Uning zarariga guvohlik beradigan 99 ta ro'yxatni yoyib qo'yadi. Har bir ro'yxat ko'z yetadigan joychalik. Bir mo'min ajratib olinadi. Uni hayotda qilib o'tgan gunohlari yozilgan sijillalar, 99 ta sijilla bo'ladi. U bir kitob deb tasavvur qiling, ochilganda bir varag'ini boshi kun chiqishda bo'lsa, ikkinchi varag'ining oxiri kun botishda bo'ladi. Bitta sijillani varag'i ochilganda shunaqa. Endi bu sijilla kitob. Bunaqa kitobdan 99 ta. So'ngra unga Alloh taolo aytadi: "Bulardan birontasini inkor qilasanmi? Meni yozib turuvchi farishtalarim senga zulm qilmabdimi?" 99 ta sijillada faqat gunohlari. Banda aytadi: "Ey Robbim, yo'q" deydi. Halok bo'lishi aniq bo'lib qoldi. Alloh taolo bironta bir uzring bormi deb so'raydi. Banda yo'q ey Robbim deydi. Alloh taolo aytadi: "Ha, bizni huzurimizda seni bitta xayrli ishing bor. Bugun senga hech qanday zulm yo'q" deydi. So'ngra bir yorliq chiqadi. Bir qog'oz chiqadiki, yozilgan yorliq. Unda ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh degan yozuv bo'ladi. Va guvohlik beramanki Allohdan o'zga iloh yo'q va guvohlik beramanki Muhammad alayhisalom Allohning elchisi va bandasi degan yozuv bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "O'lchovingga kel." U
Banda shuncha ro'yxatlarda oldida bu yorliq nima bo'lardi deydi. Alloh taolo unga senga zulm qilinmaysan deydi. Ro'yxatlar, bu yerga sijillalar tarozining bitta pallasiga qo'yadi, ikkinchi pallasiga bu yerga yorliq qo'yiladi va yorliq og'ir keladi. Bormi shu kalimamiz? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh degan kalima qalbingizdan chiqqan bo'lsa, ishonchingiz komil bo'lsa, ixlos bilan aytgan bo'lsangiz, 99 ta sijillalarga gunohlar yozilib, bitta pallaga qo'yilganda, bu kalima qog'ozga yozilib, bitta pallaga qo'yganda gunohlarni ko'tarib yuboradi. Ro'yxatlar bir pallaga, yorliq bir pallaga qo'yiladi. Ro'yxatlar yengil, yorliq og'ir keladi. Rasululloh aytdilar, Allohning ismiga biron narsa barobar kelmaydi dedilar. Imom Termiziydan. Toat ibodatlar tarozida og'ir bo'ladi, gunoh ma'siyatlar yengil bo'ladi. Nima uchun? Chunki birodarlar, toat ibodat dunyoda nafsga og'irda, gunoh ma'siyatlar nafsga yengilda. Huffatil jannatu bil makarih dedilar Rasululloh. Jannat makruhotlar bilan o'rab qo'yilgan. Ya'ni insonning nafsiga yoqmaydigan ishlar bilan o'rab qo'yilgan. Ibodatlar yoqmaydi, sadaqotlar yoqmaydi, sabr yoqmaydi. Lekin shuni qiyin amalni qilganlarni qiyomat kunida savob amallari ham og'ir bo'ladi. Taroziga qo'yiladigan narsa nima deyilganda, birinchi so'z, amallar jism holatida mujassam qilib taroziga qo'yiladi. Ikkinchi so'z, amallar yozilgan sahifalar tortiladi deyildi. Uchinchi so'z, amallarning savobi tortib o'lchanadi deyiladi. Bunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadisi dalil bo'ladi. Rasululloh aytadilar, Imom Muslim rivoyat qilgan, Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kunida o'z sohiblariga shafoatchi bo'lib keladi. Ikki nur sochuvchini Baqara va Oli Imronni suralarni o'qinglar. Chunki bu ikkalasi qiyomat kunida go'yo ikki bulut kabi, yo go'yo ikki baland soyabon kabi, yo go'yo saf tortgan ikkita qush to'dasi kabi keladilar. Ikkalalari o'z sohiblarining tarafini olib tortishadilar dedilar. Qiyomatda taroziga qo'yiladigan narsa, birinchisi amallar jism bo'lib tortiladi deyildi, jism qilib. Ikkinchisi amallar yozilgan sahifalar tortiladi deyildi. Uchinchisi savobi tortiladi deyildi. To'rtinchisi, qiyomatda taroziga qo'yiladigan narsa nima bo'ladi degan savolga berilgan to'rtinchi javob, amal qiluvchining o'zi o'lchanadi deyiladi. Bunga quyidagi hadis dalil bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: "Innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimu as-saminu yawm al-qiyamah." Qiyomat kunida katta semiz bir kishi keladi. La yazinu indallohi janaha ba'uda. Katta semiz kishi keladi, lekin Allohning huzurida pashshani qanotishalik ham uni vazni bo'lmaydi. Qala iqra'u fala nuqimu lahum yawmal qiyamati vazna. Rasululloh aytdilar, qiyomat kunida ular uchun hech qanday vaznni, tarozini qoyim qilmasmiz degan oyatni o'qinglar dedi. Demak, birinchi so'zda qiyomatda tarozida tortiladigan narsa amallar mujassam bo'lib tortiladi. Ikkinchi so'z, amallar yozilgan sahifalar tortiladi. Uchinchi so'z, amallarning savoblari tortiladi. To'rtinchi so'z, amal qiluvchilarning o'zlari tortiladi deyildi. To'rt xil gap. Lekin mana shu to'ralar so'zni umumiylashtiradigan bo'lsangiz, bir-biriga zid emasligini ko'rasiz. Amal qiluvchi ham, amali ham, amallari yozilgan sahifalari ham tortilib o'lchanishligi kelib chiqadi. Sofa Alloyor bobomiz qiyomat tarozisi haqida qanday e'tiqod qilishimiz kerakligini osonla tushuntirib qo'ygan. Tarozi boriga iqrorimiz bor, nechuk erkaniga ne korimiz bor. Ilohiy qil og'ir mezonimizni, salomat tut bizning iymonimizni. Nima ishimiz bor tarozini qanaqa bo'lishi bilan? Biz ishimiz tarozi borligiga e'tiqod qilish, biz ishimiz savobli amal qilish, biz ishimiz Parvardigor qiyomat kunida tarozimizni og'ir qil deb duo qilishimiz.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله.